burgeri bulochkalarini uy sharoitida hech qanaqa professional texnikalarsiz tayyorlaymiz. 600 gram unga 8 gram dro'ji, 10 gram tuz, 30 gram shakar, 10 gram ulut shetil qo'shib, quruq mastalarni o'zini aralashtirib olib, bitta dona tuxumni oqini solib 260 gram suv bilan xamir qorib olamiz. Xamirimizga qo'limiz yordamida qancha ko'p ishlov bersak, xamir sifati shuncha oshib boradi. Xona haroratida turgan 50 gram sifatli saryog'imizni xamir qorish jarayonida qo'shib, buni xamir bilan yaxshilab yedirib olamiz. Saryog' to'liq xamir ichiga qorishib ketgandan keyin xamirimiz shunaqa yumshoq holatga keladi. Buni xona haroratida 10-15 minutga tindirib qo'yamiz. 10-15 minut tinib olgan xamirimizga qo'limiz yordamida yana bir marta ishlov beramiz. Bu xamirimizni yana ham mustahkam hamda bir tekis chiqishiga yordam beradi. Xamirimizga yaxshilab ishlov berib, zuvala holatiga keltirib, idishimizga yopish qolmasligi uchun ozgina yog'lab olib, xamirimizni ustidan yaxshilab paketlab yopib, 2 soatga xona haroratida oshirishga qoldiramiz. 2 soat davomida 2-3 barobar oshib olgan xamirlarimizni 100 gramdan uzib, qo'limiz yordamida videoda ko'rsatilgan shaklda zuvala holatiga keltirib olamiz. Zuvalalar qanchalik bir xilda dumaloq tekis qilib yasalsa, burgerimizni bulochkalar ham shuncha chiroyli chiqadi. Bulochkalar o'ta ham dumaloq bo'lmasdan sal yoyilib chiqish uchun ustilarini ozgina bosib olamiz. Ustini yaxshilab paketlab yopib, 2 soatga oshirishga qoldiramiz. 2 soat davomida bulochkalarimiz shuna chiroyli bo'lib oshib olgandan keyin bitta dona tuxumni sarig'iga ozgina sut qo'shib ustiga surib chiqib, tabga ko'ra kunjut sepamiz. 180-200 gradusda qizib turgan pechkamizda 12-13 minut davomida pishirib olamiz. Bulochkalarimiz tayyor holatini ko'rishingiz mumkin. To'liq retsept video ostida. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.